muborak bo'lsin. Rahmat. Bayram bilan tabriklaymiz. Ustozlar ustozi kim bo'lgan? Ustozingiz birinchi qalam tutgan, yuragingizda qolib ketgan ustozlaringiz. O'tirib javob beravering. Ustozlar birinchi o'qitgan ustozimiz Xudoynazarova Zumrat ustozimiz, Zumrat momo, Hoji momo. Demak, hozir ham hayot. U kishini ham fursatdan foydalanib bayramini tabriklab qo'yamiz. Keyin o'qituvchilar, ustozlar ko'p bo'lgan. Yuragingizda qolganlari. Nurmatova, Nurmat domla. Qurbonova, Do'linov Shoymurod domla. Alloh rahmat. Alloh rahmat qilsin ularni. Endi hozirgi yashab yurgan ustozlar yuzga kirsin. Zumrat momoga tilaklaringiz. Zumrat momoga nima deyman? Shu qarg'il gashtini surib, yuzga kirganda ham bizlar borib shogirdlari, o'quvchilari tabriklasin. Xo'sh. Doim sog' salomat bo'lsin-da. Rahmat tilaklaringiz uchun. Ustoz bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ustoz, birinchi ustozlar haqida bizga fikrlaringizni aytsangiz, birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Ustozi qanday bo'lgan? Rahmat, sizni ham bayram bilan tabriklayman. Birinchi ustozlarimni hech qachon meni esimdan chiqmaydi, yodimdan chiqmaydi. Eng sevimli ustozlarimdan mening sinf rahbarim bo'lgan Bober va ustozimni hamon eslayman. Bober ustozim menga hayot yo'llarini, ilm yo'llarini, ta'limning asosiy kuchini eng yuragi bo'lgan fanlarni o'rgatishga yordam bergan. O'sha paytda o'quvchilik davrimdayoq menga kelajakda albatta rahbar bo'lasan degan hozirgi kunda ustozim aytganidek bir muassam rahbarimman. Ustozimning joylari jannatda bo'lsin. Doimo ustozimdan bir umr yodimdan chiqarmayman. Ustozlar bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Harf o'rgatgan ustozingiz ham. Harf o'rgatgan ustozim Do'linov domla edi. Rahmatli birinchi sinfda o'qitgan, undan keyin pensiya chiqib ketgan. Do'linov domlamizni ham joylari jannatda bo'lsin. Hozir Do'linov domlamizning izdoshlari nevarasi Sherzod Do'linov biz bilan birga ustozlik qilyapti. Rahmat ustoz. Birinchi oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan sizni chin qalbimdan tabriklaymiz. Ustozi qanday bo'lgan? O'zingiz ustozlaringiz haqida tilaklaringiz, fikrlaringizni ayting. Avvalambor bugungi mana shunday tabrik bilan tabriklayman. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham hamroh bo'lsin. Bugungi ustozlar bayrami hammaga yaxshi, quvonchli kunlar bilan boshlandi. Mana tashkillaganlarga rahmat. Mening birinchi ustozim Berdiyev Hasan domla bo'lgan, rahmatli bo'ldi u kishi. Joylari jannatda bo'lsa, har doim yodimizda. Qo'limizga qalam tutqazib birinchi harflarni o'rgatgan mana shu ustozimizdan doim minnatdormiz. Oxiratlari obod bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Yuragingizda qolib ketgan ustozlar bormi? Faoliyatingizda, bunday ish faoliyatingizda bo'lsa, faoliyatimda yuragimda qolgan mana shunday ustozim bor, ko'rishni niyat qilganman. Hozirgi kunda kasal bo'lib turibdi, shu ustozim bor, ko'rmoqchiman. Nasib boraman va ko'rib, u kishini ham xursand qilib qaytaman. Rahmat sizga ajoyib tilaklaringiz uchun. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Sizni ustoz birinchi oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Chin dilimizdan ustoz. Rahmat. Ustozning ustozi kim bo'lgan? Bizga ustozlaringiz haqida tilaklaringiz, fikrlaringiz. Birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Birinchi ustozim Norqulov Yovqosh nomida bo'lgan. Bizlarni birinchi sinfga o'qitgan. Bizda endi birinchi sinfda o'qiganmiz, Nulova ham o'qiganmizda. Birinchi ustozimiz Norqulov Berdimurod domla bo'lgan. Bizda endi qulog'imizdan cho'zib ish qilib shu nima deydi? Havas qiladigan darajada o'qitganda, biz ham shuning uchun hozir ustozning kasbini yaxshi ko'rib ustoz bo'ldik. Ustozlaringizga tilaklaringiz. Ustozlar ustoziga tilaklaringiz. Ustozimiz endi hozir 85 yoshda. Har yili biz tabriklaymiz. Nasib bo'lsa bu yil ham tabriklaymiz. Ustozim endi baribir tashlaymiz ustozga ham. Ustoz agar eshitib turgan bo'lsa, eshitsa ham 100 ga kirganda ham biz tabriklab beraylik. Demak, ustoz 100 ga kirganda biz 67 yoshga kirgan bo'lar ekanmiz.
doim ustozlarni tabriklaymiz. Ustoz bo'lmaganda biz mana shunday yutuqlarga erishgan bo'lmaydik. Avvalambor sizlarga rahmat. Mana shunday tashkil qilganlaringiz uchun. Doim sizlarning ishlaringizga rivoj. Rahmat ustoz tilaklaringiz uchun. Ustozlar murabbiy kunlari uchun tabriklaymiz ustoz. Siz birinchi o'qituvchingiz eslay olasizmi? U kishi haqida qanday iliq fikrlaringiz bor? O'sha haqida gapirib bersangiz. Sizga harf o'rgatgan ustozingiz kim bo'ldi? Menga harf va alaykum assalom. Rahmat Zaynablar bilan. Menga harf o'rgatgan ustozim, birinchi ilk qalam tutgan ustozim Qo'shmirova Erkinoy ustozim bo'ladilar. U kishi mashaqqat bilan harf o'rgatish o'zi bo'lmaydi, juda chiroyli o'rgatgan harflarni, juda chiroyli ilm bergan ustozlar izidan borib mana o'zim ham ustoz bo'ldim va Mustafayev Norbuta domlaga rahmat. Rahmatli Nurmat Mingli ustozimizga rahmat. Do'nib Shomurat domlalarimiz dars o'tgan. Mana shu maktabda ishlayotgan Bedimrodov Muborak ustozimiz, Qulmirzayev domlalar ustozimiz, Nazarov ustozimiz, hammalari bizni mana shunday ajoyib kadr, ajoyib mutaxassis bo'lib yetishimizga nima qilgan, xizmat qilgan va sinf rahbarimiz 11-sinfda Dolli va Sofiya ustozimiz ham sog' salomat bo'lsinlar. Barcha ustozlarimizga sog'lik, omonlik tilayman. Nasib farzandlar, shogirdlar kamolini ko'rib yurishini tilayman. Dolli va ustozimizga hamda Qo'shmirova Erkinoy ustozimga ta'zimdaman. Rahmat. Ustozlar va murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz. Rahmat. Ustozlar ustozi kim bo'lgan? Ustozlaringiz haqida fikrlaringizni eshitamiz. Ustozim, birinchi ustozim Xudoy Nazar va Zumrad bo'lgan. U kishini havas qilib ustozlik kasbini tanlaganman. U kishi bilan faxrlanaman. Mening ham o'quvchilarim xuddi shu o'zimday, shu ustozimday ustoz bo'lishini xohlayman. Qalbingizda qolgan ustozlaringiz bormi? Qalbingizda larzaga qolgan. Xudoy Nazar ustozim, keyin o'quv ishlari bo'yicha hozir maktabimizda direktor o'rinbosari Berdimurodova Muborak opani qadrlayman, chunki maktabga kelganimda ilk bor ishga kelganimda shu kishi menga ustozlik qilgan. Ustozingizga, birinchi ustozingizga tilaklaringiz? Ustozim yuzlarga kirsin, nasib bo'lsa qo'sha qarisin. Farzandlarning rohatini ko'rsin, doimo sog' salomat bo'lsin. Rahmat sizga. Assalomu alaykum ustoz. Sizni birinchi oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan tabriklaymiz ustoz. Ustoz, siz bizga o'qituvchilaringiz haqida tilaklaringiz Ustozlar ustozi qanday bo'lgan? Yuragingizda qolib ketgan ustozingiz bormi? Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar. Bugungi 1-oktyabr murabbiylar kuni bilan hammalaringizni tabriklayman. Birinchi ustozim Xudoy Nazar va Zumrad domla bizga qalam tutqazib bilim bergan ustozim. O'sha ustozimning orqasida mana hozir men ham o'zimda bor bilimimni bolajonlarga bag'ishlab shu ustozda ustoz bo'lib yuribman. Mehr bergan, yuragingizda qolib ketgan ustozlaringiz ham bormi? O'sha Zumrad ustozim. Tilaklaringiz, ustozlaringizga tilaklaringiz. Hamma ustozlar, butun respublikamizdagi hamma ustozlar, maktabimizdagi ustozlar, yuragimda qolgan o'sha Xudoy Nazar va ustozim har doim sog' salomat bo'lsin, baxtimizga omon bo'lsin. Bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ustoz ustozlar ustozi kim bo'lgan? Ilk maktabga qabul domlalar ustozimiz bo'lgan. Allohim jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, farzandlarining baxtiga sog'lom bo'lsin. Qudratli Tohir domlaga tilaklaringiz? Tilaklarim. Rahmat. Rahmat ustozimizga bizga shuncha ilm berganligi uchun, dunyoni tanitganligi uchun rahmat ustozimizga. Dunyo turguncha tursin. Rahmat tilaklaringiz uchun. Assalomu alaykum ustoz. Bayramlaringiz bilan tabriklayman. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Xo'p, ustoz bugungi munosabat bilan sizga Bugun bayram munosabati. Bayram munosabati bilan sizga ozroq savollar bermoqchiman. Rozimisiz? Mayli. Ustozning ustozi qanday bo'lik? Bo'lgan. Ustozing ustozini so'rayapti. Ustozingiz. Birinchi ustozingizni esla olasizmi? Qanday dars bergan, nimalar bo'lgan? Qisqa. Oldingi davrlar bizga qiziq bo'lgan uchun ozroqini gapirib bera olasizmi? Ha,
Birinchi ustozim Rahmonova Dilorom ustozim bo'lgan. Men ustozimni yaxshi ko'raman. Bizga dars bergan, bilim bergan, harflarni o'rgatgan. Menga yoqadi, yaxshi ko'raman ustozimni. Ustozimdek bo'lishga harakat qilaman. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum ustoz. Sizni birinchi oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz ustoz. Sizga o'qituvchilaringiz haqida sizga qanday qolgan, jamiki o'qituvchilaringiz haqida tilaklaringiz? Rahmat, avvalambor ustozlarimizga ham tabriklayman. O'quvchilarimga tilaklarim kelajakda nasib bo'lsa katta o'quvchilar yetib kadrlar bo'lsin. O'zimni ustozim, birinchi ustozim. Keyin mana hozirgi kunda hayotda mana maktabda menga ta'lim yo'l yo'riqlarini ko'rsatayotgan katta ustozlarimizga omadlar tilayman. Albatta ular izidan borishga harakat qilamiz. Har doim ustozni sharafli kasbligini oqlashga va'da beramiz. Ustozingiz haqida. Ustozlar ustozi qanday bo'lgan? Ustozlar ustozi Kim bo'lgan? ta'riflashga tilojiz, ya'ni ustozlar ustozi ta'riflashga tiloj. Birinchi ustozim Rustam domilla bo'lganlar. Rustam O'ral domilla hozirgi kunda o'qituvchilik faoliyatidan ko'tarilib yuqori lavozimda ishlayapti, lekin ustozlar ustoziga ta'rif bera olmayman. Rustam ustozingizga tilaklaringiz bormi? Albatta tilaklarim bor. Ustozimiz doim sog' bo'lsin. Barcha mana shunday yoshlarga bilim berib, tarbiya berib, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatganlarga kattadan katta rahmat aytamiz. Boshqa ustozlaringiz? Boshqa ustozlarimiz ham bor, albatta. Boshqa ustozlar Soat va Salomat ustozimiz bo'lganlar. Bu ustozimizga ham, undan tashqari Oqbay domlalar bo'lgan ustozimiz. Eng sevimli ustozlarim matematikada juda ham yaxshi ko'rganmiz. Endi kuchini oxiratlar obod bo'lsin. Shaymardan Toshvedamlar degan bu ustozimizni oxiratlar obod bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Sizni birinchi oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Ustoz, siz birinchi ustozingiz kim bo'lgan? Ustozlaringiz haqida tilaklaringiz? Birinchi ustozim, birinchi o'qituvchim Xudoynazarova Zumrat opa. Mana shu birinchi sinfdan to boshlang'ich sinfga birinchi ustozim chiqishdi. Ustozlar ustoziga tilaklaringiz? Shu ustozimga mana shu bayram bilan tabriklayman. Uzoq umr, 100 ming izlashib, nevara-chevaralar rohatini ko'rgaysiz. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Sizni birinchi oktyabr o'qituvchilar murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Ustozimizga birinchi o'qituvchingiz haqida fikrlaringiz, tilaklaringiz aytib, sizga harf o'rgatgan ustozingiz kim bo'lgan? Ustozlaringiz haqida? Ustozlaringiz haqida. Birinchi ustozim Qudratov Tohir domilla bo'lgan. Tohir domilla bizga juda ham yaxshi dars bergan. Har doim eslaymiz. Rahmat ustozimizga, mana shunday bizga bilim berdi, savod o'rgatdi. Xudoga shukr, mana shuncha bo'lishimizga ham ustozlarimiz sababchi. Keyingi ustozimiz Berdimurod Nurag opa. Hurmatli ustozlarimizdan Mirzayev dars bergan, Narmamat domilla dars bergan. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Ustozlaringizga tilaklaringiz? Ustozlarimizga tilaklarimiz har doimo oila boshi bo'lib, oilasini boshida boshchi bo'lib, tan jonlari sog' bo'lib, sog' salomat yurishsin. Rahmat ta'lim berganingiz uchun. Rahmat. Rahmat ustoz sizga tilaklaringiz uchun. O'zingizga ham hamroh bo'lsin tilaklaringiz. Rahmat.